Rahmat aka. O'zbekistonda 1 kilo osh pishirish uchun qayerda qancha pul sarflanadi? Osh nafaqat milliy taom, balki iqtisodiy ko'rsatkich sifatida ham qiziqarli tahlil imkonini beruvchi mahsulotlar majmuasi. Bu xuddi McDonald's indeksiga o'xshaydi. Xo'sh, O'zbekistonda eng arzon osh qayerda tayyorlanadi? Milliy statistika qo'mitasining 2025-yil noyabr oyida o'tkazgan monitoring natijalariga ko'ra, palov tayyorlash uchun zarur bo'lgan 8 turdagi mahsulot narxlari respublika bo'ylab keskin farqlanadi. Narxlar asosida tuzilgan 1 kilogramm palovning tannarxi esa hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutni aniq ko'rsatadi. 1 kilogramm palovning tannarxi 300 ml kungaboqar yog'i, 300 gramm piyoz, 700 gramm mol go'shti, 1 kilogramm sabzi, 1 kilogramm lazer navli guruch, 100 gramm no'xat, 10 gramm zira va 20 gramm osh tuzi standart o'lchovlarga asoslangan. Mana shu miqdorlar hududlar bo'yicha o'rtacha narxlarga ko'paytirilgan holda 1 kilogramm palovning umumiy qiymati aniqlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, eng qimmat 1 kilogramm palov aynan Toshkent shahrida. Nima sababdan qimmat? Chunki masalliqlar qimmat. Mol go'shti kilogrammi 110.536 so'm, sabzi kilogrammi 5.959 so'm, eng yuqori ko'rsatkich. Guruch kilogrammi 20.711 so'm, zira 1.123 so'm. Shu omillar umumiy qiymatni 116.126 so'mga yetkazgan. Bu respublikadagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Bu viloyatlar umumiy narxlarda o'rtacha segmentga kiradi. 1 kilogramm palov qiymati Buxoroda 107.471 so'm, Jizzaxda 109.287 so'm, Namanganda 108.609 so'm. Guruch va yog' narxlaridagi o'rtacha daraja palovning umumiy qiymatini saqlab turadi. Andijonda narx biroz yuqoriroq bo'lsa-da, hali ham respublika bo'yicha eng arzon variantlardan biridir. Go'sht narxi past emas, 101.461 so'm, lekin guruch, yog' va sabzi nisbatan arzon. Shu sababli 1 kilogramm palov qiymati eng sharqiy viloyatda 105.780 so'm bo'ladi. Palov tayyorlash uchun mahsulotlar majmuasi bo'yicha eng qulay hudud Qoraqalpog'iston Respublikasi. Sizda nega arzon degan savol tug'ilishi tabiiy. Tushuntirib o'tamiz. Mol go'shti kilogrammi 94.249 so'm. Respublika bo'yicha eng past ko'rsatkichlardan biri. Piyoz va sabzi narxlari ham o'rtacha darajada. No'xat va guruch ham boshqa hududlardan ko'ra arzonroq. Natijada 1 kilogramm palov 98.000 so'mdan biroz oshadi. Birinchidan, go'sht narxi palov narxining dvigateli. Palov tannarxining 60-70%ni aynan mol go'shti tashkil qiladi. Go'sht qimmat bo'lgan hududlarda palov ham avtomatik ravishda qimmatlashadi. Masalan, Toshkent shahrida go'sht kilogrammi 110.536 so'm bo'lsa, Qoraqalpog'istonda 94.249 so'm. Farq 16.000 so'm. Ikkinchidan, guruch narxi hududdan hududga keskin farqlanadi. Lazer navli guruchning eng arzon narxi Xorazmda 16.739 so'm. Eng qimmati Namangan va Toshkent shahrida 20.651 so'm va 20.711 so'm. Uchinchidan, transport xarajatlari. Import qilinadigan yoki uzoqdan keltiriladigan guruch va yog' narxi transport xarajatlari bilan oshadi. To'rtinchidan, talab ko'pligi narxni oshiradi. Toshkent shahrida talab yuqori, narx yuqori. Viloyatlarda talab kamroq, narx past. Bu ko'rsatkichlar hududlardagi yashash narxi, oziq-ovqat ta'minoti, logistika xarajatlari va mahalliy bozor sharoitini aks ettiradi. Shuningdek, palov indeksi oddiy iqtisodiy ko'rsatkich emas. U hududdagi aholining kunlik xarajatlari va daromadlarining real holatini ko'rsatadi. Xo'sh, siz oila a'zolaringiz yoki do'stlaringiz bilan osh pishirish uchun qayerda qancha pul sarflayapsiz? Buni izohlarda yozib qoldiring.